Afanda o'rmonga yurib adashib qolibdi kech tushgan paytga. Adashib qolgan, qidirib bitta kulbani topibdi. Kulbani eshigini taqillatsa, kampir ochibdi. Kampir aytdi: "Kir bolam", debdi, choy ovqatini taxlab beribdi, yedirtiribdi. Keyin kampir aytdiki yana: "Bacham", debdi, "bugun ketmagin, yana kechqurun chiqib ketsang adashasan, undan ko'ra", debdi, "sherga qolgin, yotgin", debdi. Keyin u aytdi: "Hay, davay qolaman, hay yotaman", debdi. Keyin xohlasang, debdi, ikkinchi etajga chiqqin, debdi. Issiqqina pechka bu, pechkaning ustiga joy tashalgan, o'sha yerga yotasan, debdi. Xohlasang, debdi, birinchi etajga, debdi. Naveram bu, naveramning yoniga yotgin, debdi. Keyin bachcha afandi o'ylabdiki, nima qilaman, debdi, bu bachasi, naverasi, debdi, yosh bo'lsa ertalabgacha qing'ir qilib, debdi, uyqu bermaydi, undan ko'ra ikkinchi etajga chiqib yotaman, debdi. Ikkinchi etajga chiqib yotib, ertalab turib tashqariga chiqsa, shunaqangi chiroyli qiz yuvilgan kirlarni o'saykan ekan tashqariga qurishi uchun. Keyin bachcha so'rabdi: "Kimsiz?" desa, "Men", debdi, "mana shu xolani", debdi, "naveralari bilaman men", debdi. Keyin qizcha aytdi: "Siz kimsiz?" desa, debdi, "Men ikkinchi etajdagi pechkaning ustidagi dalbayob bo'laman, dalbayob", deydi.